Uzdil HTML darsidagi 18-ci qism HTML tag. Tag body'ninki ikki xil tag belgilash xat kuchi bo'lib, birisida rang, yana birisida tag rasm belgilashga bo'ldi. Tag rang xarakteri begikalning 3 xil ifodalash usuli bor. Tag rasm xarakteri backgroundning 2 xil ifodalash usuli bor. Undaqda biz avval bu tag rangiga qaraydigan bo'lsak, 3 xil ifodalash usuli bor dedik. Masalan, body'ninki begikallar degan xarakter qiymatiga bevosita holatda tag rangini bekitishkim bo'ldi va yoki bu RGB qiymat holatda belgilashkim bo'ladi va yoki bevosita bu qora rang, inglizcha qora rang degan rang nomini berish orqali buningki tag rangini belgilash bo'ldi. Buningki to'r ko'rgizishlik unumi tag rangini bizga holatda ko'rsatib berdi. Biz buningga men hozir xat yozsak, xatning rangi aslidagisi qora o'g'ashqa ko'rinmadi. Agar men bu yerda xat rangini oq deb hozir buning aniqlik berib batni yanglaydigan bo'lsam, mana ABC degan xat tag rangi qora, xat oq holatda ko'rindi. Andan keyin bu backgroundningki ikki xil ifodalash usuli bor. Birsi buningga bu holat adres berish, yana birisi buningga holat adres berish. Men hozir men o'chirib turay. Bu yerda bilgi gif degan rasmni rasm hozir cho'ng'aytgan holatda ko'rgan bo'lsak, buningki üst qismininki ko'k ostiga qarab, barbara buningki oqqa qarab mishta manga holatdagi rang kelgan bilaymiz. To'r ko'rgich ko'rgan bo'lsak, mana holatda mana üst ko'k, bu tadrijiy o'zgarish jarayoni holatdagi rasmni shu butun bat yuzda ko'rsatib berdi. Ishlatishda diqqat qilish tegishli ishlar. Tag rasm ishlatganda tovankilarga cho'qim diqqat qilishimiz kerak. Tag rasm bat ichilish suratiga ta'sir ko'rsatadi. Shunga tag rasmni amal bar ishlatmang. Ishlatish to'g'ri kelsa cho'qim cho'nligi 10 kilobaytdan eshib ketmasin. Ya'ni bu tag rangi oldida ma'noga o'xshash, qisilgan kichiklikli holatdagi inchik rasmni butun to'r yuziga qilib ko'rsatib ishlatsak, buningki ichilish suratiga ko'p ta'sir ko'rsatib ketmaydi. Tag rasm to'rbat uslubiga moslashishi, rang tanlashib qolmasligi kerak. Tag rasmi to'rbatdagi tekst qismining rangi bilan cho'qim moslashishi kerak. Eng yangi xalqaro kod o'lchimida body xat kuchininki background bilan begikallar va tekst xarakterini ishlatish amaldan qoldirilgan bo'lib, CSS kod orqali bevosita aniqlik berib ishlatishni tavsiya qilamiz.